Ko'pchilikda yelka travmasi, ya'ni yelka jarohati uchraydi. O'zimda ham xuddi shunaqa bo'lgan. Ishni endi boshlayotganimda mana shu yelka, qo'l, oyoq, tizza qismlarini joyiga tushirib qo'yishni rosa qiziqardim. O'sha paytda unga bordim, bunga bordim, hech kim o'rgatmadi xullas. Bundan ko'rganlarimdan keyin o'zimda qiziqish paydo bo'ldi. Xullas, ko'rib o'rganganman desam bo'ladi. Keyin oxiri o'zimni yelkamning mashq qismini chiqazib ko'rmoqchi bo'ldim. Keyin o'zim chiroyliman degan maqsadda. Xullas, o'zim yelkamni chiqazdim, keyin amallab tushirib oldim. Yomon og'riydi lekin. O'shandan keyin yelkam jarohat oldi. Xullas, akansovkani aytib ketdik. Yelka jarohatiga uchradim o'zim ham. Xo'p, bu yerda menga yordamga kelgan eng zo'r ikkita mashqni sizlarga tavsiya qilib o'tib ketaman. Sizlar ham qilsanglar, inshaalloh yelkadagi bo'lgan jarohatlar uchun zo'r. Sizlarga ham tavsiya qilib qolaman. Ayniqsa artroz va artritlarga zo'r foyda bo'ladi. Qiyin, lekin qilsa bo'ladi. Ketdik. Xo'p, birinchi mashq ko'rsatib o'taman. Bu turib olasizlar. Ket. 1 2 3 4 5. 5 ta 4 ta qilsanglar bo'ladi. Ikkinchi mashq mana bunaqa. Agar chiqa olasanglar. Mana chiqasizlar. Mana ketdi. 1 2 3 4 5. Faqat yelkaga nagruzka berasizlar, xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Iloyim salomat bo'linglar.